Mana misol uchun insonda o'lim holati bo'ldi. U shundaylicha bo'ldi, o'libdi, shunday yotavermaydi. U odamning xulqi, atvori qanaqadir ayon bo'ladi. Andishasizlik bilan yomon so'zlarni aytib, urishib talashadigan ayollar o'lganda Alloh panohida asrasin, og'izdan najosat chiqadi. Najosat ahli. Keyin meni unga anaqa qildimda erkak g'assollardan so'radi. Qanaqa? Erkaklar qanaqa bo'ladi desa, arroq ichadigan, keyin rosa so'kinadigan. So'kinish, misol uchun so'kinishni namozlarni 5 vaqt qilib qo'yib, islomni ham tushuntirib so'kinadiganlar bor, ular ham ehtiyot bo'lsin. Og'izlaridan shunaqa narsa chiqadi. Keyin Qur'onni o'qimaydiganlar bor. O'qishmaydi umuman. O'shalardan ham shunaqa. Keyin mayitda hid bo'ladi deyshadi-yu. Qur'onni o'qib yurgan odamda misol uchun favqulodda vafot etgandan keyin bir xatda qolib ketsa ham, Qur'on bilan yurgan odam Qur'onni o'qib yurganligi kimyo deyiladi. Kimyoviy narsalar chimaydi. Inson Qur'onni o'qirgandan keyin qonda yuradi, yuragiga joy bo'ladi. Butun vujudingizga Allohning kalomi emgandan keyin sizdan yomon hid chiqmaydi.